Mana aziz yurtdoshlar, bu sho'r suv erta bahorda rosa kerak bo'ladi. Asalarilar hojatxonalarga, balch suvlarga kelsa, qo'nsa, ashitdan suv olsa, ba'zi ari eshitaydi, qo'riqchilar kirgizmaydi. Kirgizmagandan keyin o'ldiradi ularni. Mana bunday qilasizlar, oddiy jo'ja suv ichadigan nima 5000 ga beradi, zavobdagida bo'ladi. Bu oddiy o'zimiz 1 litrlik banka. Mana yaqinroq kelinglar. Mana bu teshigi, bu teshigiga kattaroqdan mana qadam qo'yib qo'ymasanglar, mana uning ichidagi suv tugab bo'lsa, mana teshikdan kirib suv ichaman deb turib, aril ichida nobud bo'ladi. Mana bunday qilib bekitibsizlar mana. Biyalarga ham cho'pani tashab qo'yasizlar hammasiga. Yana bitta narsa esimdan chiqibdi. 14-fevral kuni videomda salafanda o'raganimni ko'rsatgan edim. Shu tellab olmaydimi degan deb o'ylayotganlar bo'lsa, mana salafanda turibdi. Mana arilarning holati yaxshi, dimiqqani yo'q, o'ligi yo'q. Mana salafanda bironta suv tellagan joyi yo'q. Ikkinchi tomoni mana bu slabiylar oila 2 ramkada turibdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Jips bo'lib to'g'ri bo'lib turibdi mana. Mana shunda bola qo'yish yaxshi bo'ladi. Uni biror haftadan keyin holatini ko'rsataman sizlarga. Mana bu tomondagi arilar o'sha sekimonga o'tib bo'lgan. Mana bunda ham hech bir tellagan joyi yo'q. Hamma holatlari yaxshi. Endi oldi teshigi litovini ko'rsataman. Mana eslayotgan bo'lsanglar, mana tag qismi mana bekik, ari yo'q. Bunda ham mana ari kirib chiqyapti. Tag qismi bekik. Endi bu slabiy oilalarda shunaqa bo'ladi. Kuchli oilalarda shu bitta ari sig'adigan yo ikkita ari sig'adigan qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'p joylarda bizda o'zimizda O'zbekistonda asalarichilari ular ham to'g'ri qilayotgandir, men shunaqa qilaman lekin. Ko'pchilik tepani bekitib qo'yadi, tagini polni ochib qo'yadi. O'zbekistonda asalarichilarda nimasi? Men hech ham unaqa qilgan emasman. Men qilib ko'rmaganman. Endi qilganlar qilayotgandir. Может, bizniki xatodir. Lekin men shu Rossiyani asalarichilaridan shuni ko'rib, shuna qilganman men. Mana bekik holatlari yaxshi. Ari slabiy.